Yaxshimisizlar? Bunday qilib endi sekin dehqonchilik mana kashnich. Kashnich bunday qilib ertaga bozorga tayyorlayapmiz endi. Mana buni hozir bu sepgan paydaman. Nariyaga sepib qo'yganlar o'tgan safar ko'rsatdim. Nimada videoda. Shunga mana shu yerda qo'ygan hozir mana bu qatorda. O'shanga endi bunday qilib olib kashnichni baylayapman, bozorga tayyorgarlik qilyapman. Endi bu hozir chetkani yopishdan maqsad bu kashnich ko'katni otib olmaydi. Lekin bozorga borsangiz, mana hozir hamma chekkan bo'lsak, endi bozorga olib borsangiz, endi qarabsizki, boshqalarda ko'kat yo'q, sizda ko'kat bor. Nimaga hozirgi issiq kunlarda ko'kartira olmaysiz? Sepasiz, sepsiz, o'tib quyoshni nuri urib, yerni quritib, urug'ni quritib, mashina qilib, xullas chiqqan ko'katingiz ham sekin-sekin kunduz sig'ida sug'arsangiz ham baribir o'lib ketadi. O'shaning uchun bunday qilib setkani tutib qo'yasizlar. Mana hozir setkani tayyorlab o'tir, men bunday qilib ko'kat baylayapman mana. Mana bunday qilib hozir bozorga bunday qilib yashiqqa bunday qilib tayyorlayapman. Mana yashig'im mana. Mana. Obunachilar sizlarga ham tavsiya qilaman, mashina qilib setkani yoyib olib, nima 1 soat 2 soat joyingiz bo'lsa bo'ladi bunga kashnichga. Aylantirib sepib, ba'zan sepganingiz ko'kini sotaverasiz, bo'shagan joyiga bir xilda sepib kelaverasiz. O'zingiz xo'jaligingizga bir xilda daromad kelib turadi, oz bo'lsa ham, ko'p bo'lmasa ham, oz bo'lsa ham xo'jaligingizga, ro'zg'orga qora qozoningizni qaynataveradi. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya qilaman, mana qarang kashnichni mana. Mana hozir buni ham biz olib boramiz bozorga olib borib. Hali bozorchilarimiz ashlarga sotib yuboramiz. Bunda o'tirib sotish yo'q, qiynalmaysiz. Shunday olib borasiz, qo'yingizni oladi, o'zingiz beradi, qaytib kelaverasiz. Shular shu yaxshi narsa, endi shunaqa qilib sepgan tayda chiqarish kerak xolos buni. Hozir erta bahorgilari bo'laveradi, sepga yopmasangiz ham. Hozirgilarga albatta yoping. Yopib mashina qilib mana endi bu yoqda to'y sezon bo'lib qoladi, to'y sezonlarga ketadi. Obunachilarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shuna qilib ko'katdan kashnich ukirib, jambir qilib yoki mashina sepgan tayda mana o'zingizdan bahri yuzingizni ochilib, mehnat qilib bozorga olib borasiz, pulingizni olib qaytaverasiz mana. Mayli, sog' bo'linglar.